Yulduz Usmonova haqida yomon xabarlar tarqaldi. Aziz tomoshabin, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, videorolik ostidagi podpisatsiya va like tugmalarini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovaning Namanganda o'tkazilgan konsert dasturiga kirishda tartibsizliklar bo'lgani haqida video lavhalar tarqala boshladi. Daryo so'roviga ko'ra, Namangan viloyati hokimining madaniyat masalalari bo'yicha maslahatchisi Akbarali Asqarov vaziyatga quyidagicha izoh beradi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirlar jamoat vazirligining departamenti konsertga chipta sotib olganlar o'zlari bilan farzandlarini ham qo'shib olib kelishganligi bois boshqa o'rindiqlarni band qilgani va oqibatda chipta bilan kelgan o'rindiqsiz qolganini ma'lum qildi. Holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Shu yilning 28-may kuni Afsonalar vodiysi tematik parkining amfiteatrida Zo'rnavo mas'uliyati cheklangan jamiyat vakillari O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning konsertini tashkil etgan. Konsert va ommaviy tomoshabinlarni tashkil etishda hokimiyat nazorati emas. Bu haqida faqatgina ichki ishlar organlari xabardor qilingan xolos. Shu bois biz konsert o'tkazilishi haqida ogohlantirilmaganmiz. Tadbirkor amfiteatr mas'ullari bilan kelishgan holda konsertni tashkil etib, chiptalarni holiga sotishgan. Amfiteatr 2300 kishiga mo'ljallangan va taxminimizcha chiptalar belgilangandan ancha ko'p sotilgan. Shu boisdan tartibbuzarlik yuzaga kelgan. Holat bo'yicha hech kim jarohat olmagan, ammo ko'plab insonlar qo'llaridagi chipta bilan tashqarida qolib sarson bo'lishgan, deydi Namangan viloyati hokimining madaniyat masalalari bo'yicha maslahatchisi Akbarali Asqarov. Yulduz Usmonovaga esa hech qanday jarohat yetkazilmagan. Yulduz Usmonova konsert dasturini davom ettiryapti degan ma'lumotlar qoldirilgan. Kuzatib borishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.